Realni yo'q-da, boshqa gapim yo'q. Açtı. Buni Dilnozani chaqiraylik-da. Dilnoza. Meni pul qaytarib turishim. Boshqa odam turisi ham berilmaydi. To'laymiz, o'pishib. Yo'q. O'chirib tur anoningni. Ya bitta o'q deb bering. Ya az bet dur. Ya Tote. Ne güzel. Birov chaqirdi. Tote ne yok. Seni men sekin skryptli kamera. Yo meni eshitsangiz opa. Aka mantarsa jitillatib yuboring. Dinozor chaqirib, u ham reaksiyasini ko'ramiz uni. Tushunmani aytamiz. Men chaqiraman. Men 25 bilan. Betdik boshqa. Ya uyalinglar. Diktat chaqirib Nima bo'lyapti? O'tiring. Shunday. 15 kilo yegandan keyin bilaman shu yo'qdimi? Ha, o'sha hisobini chiqarib qo'y. Opa kilosi 1000 palonchadan 15 mingdan oshadi. Endi sen ayt, endi Abror gapir. Nech pul olibsiz? Assalomu alaykum. 20 dan ham oshib ketdi. Yaxshimi? O'tiring birinchi. Hozir ham o'q demak. 15 kilo zakazga to'lasiz. O'taymi 15 kilo. Ana shu savolni men ham berdim. Sizlar zo'r ekansiz, o'tib olasizlar ekan. Hay Somon shunaqa talab Ya qilyapti. bo'pti. Biz qilindi qilaylik. Biz nima qilamiz deyatdik, nima bo'lmaydi. Zilofa gapirsin, sizni o'zingiz gapiruvchi ekan. Определенно odamga to'layman deb olasiz. Ashi gapingiz ushashyapti. Вот, ashigan aytmaganingizdan Shunga marshrutni berib qo'y. Определенно men yulduz dilpus. Bilamiz. Boy yo'q tushun. Yo'q, men o'zimga to'lab qo'ydim. Bilamiz, boy sizdan boshla. Men qarang, Men men sanjar bor deb keldim sanjar. yo'q, men Ye. Qarindoshlarga chiqadi. berildi уже. Berildi. Ustidagi Dilfuzaning qizi shotda yo'q. Ashuncha atish bor deymi? Hisoblamadik bu. Shu, 3 ta odam yo'q. Dinozor gapir. Короче, Sizni kiradi. men qarang. Siz 1200 bering. Yo'q, 100 beryapti. 20 kilo balot zakaz qilib olib. 700 mi shunaqa ko'p? Necha kilo 20 kilo balot zakaz qilib nimaga 100 kilo Oshdimi? Ho'sh. Bunday qiling. Endi, ya to'ka tutillaydi. Men pul yo'q. Boshlaringlarni hamma onalaringni bilishga Berishdi bular. hamma o'zi. Siz Senda nech pul? 2400 bering, shalop. Sizlar mashina bo'lib. O'zim matematika sistemani yamasam. Siz 2400 bering bu. Yo, To'ta. Men yirtaman. Biroq xafa bo'lishi yo'q-da. Ya haqi bo'lsa ham bo'laveradi, manasi. Manasi. Meni ham aytsam eshitib ko'ring. Menga qarz berib turdi, men to'labdaman. Hammasini. Mo'qaranglar, Sardor. Manasga to'shab Lutfullo. Mo'qaranglar, Sardor. Pulim qolmadi hozir sen. Shu yerda o'tirgan hammasi qarshi shekilli. Sardor, Lutfullo, Abror. O'zi biladi hamma. Olimjon. Devor olmayapti. Qo'l bilan ko'z ochishapmiz deydi. Rustam aka. Shahlo opam. Xatini birinchi harfi Olimjon. Shahlo opam. Ro'za opam. Berildi уже. Bitta. Eshitib tursang, Mana bitta. Yana kim bor? Yordam berib yuboringlar. Nargiz so'rani aytishdimi? Odamlardan xotini bor. Kimni? 12 ta. Dilfuza opa, Dilfuzani qizini sanadingmi? Yo'q, hisoblanmayapti. Dilfuza Qizini opam, hisoblamaysiz. Xumor opam, Dilofa. buvim, xolam. Nasib. Qo'ling nechta olib ketdi? Ha, necha oldi? 5 talikmi? Nimani hisoblayapsan? Sen hamma ularni ichida oyatda o'tirganlar hammasidan pul beringlar deyolmaysan. Перезагрузка bo'lyapti. bo'lyapti. Men перезагрузка bo'lyapti. Hozir bunday hisoblaydi, yozib hisoblab. Qancha Wi-Fi tortib. boshiga qancha to'lanadi shuni bilmoqchi. Ashini bilmoqchiman. Menga vo Abror to'layapti, men ikkita opamga to'layapti. Tamam, kimchilik to'ladi, u aniq bo'pti. 3 ta berasizmi? 8. Bering. 8 Men sizga to'layman. Qarab, o'yini ochib. Men sizga akamga to'layapman. 3600 Nariyadan. To'xtab tur. O'rta 4200 o'lar. Ha, 3600 o'lar. Shahlopa. Alloh adashamiz. Okey. Endi bu yerdan Dilfuza. Bo'l 3600 bering. Odin opam. Nasib opam. Brat nizobda chiqdi. Yulduz opam. Yo'q, Sardor. Zil opam. Nechta odam Menda so'm bor. Menda so'm rubl bor. Rustam akam bilan ashi bo'ldi. Rustam aka. Ha, bo'ldi. 17 ta odam bo'lyapti. Oyatda endi 21 bo'l. Necha pul Qancha berding? 21 ming necha? 21300. 3 ta maydani hisoblama. 3 bo'lamiz 17 ga. 1250 so'mdan to'g'ri keladi. Kalkulyator ham Har adashyapti bir shekilli. odamga. Endi Bo'ldi? 1250 dan Bular ber tushyapti. bo'ldi deyapti. Yo'q, endi qara. Kim kimga Lutfullo sen to'laydi? kimga beryapsan? Dokumentlarni Ro'za opam. 3 ta. 1250 dan 3 tasiga sen ber.
Mana bu çok Shu O'zi shunaqa bo'ldi. O'zi Sen shunaqa nechi bo'ldi. kishiga berayapsan? 50 so'm razisa Kelgan, bo'lyapti. kelgan. Senlar o'yinsiz hisoblading, bu 18 ta hisoblading. Yetsa olaman hozir. Bo'laylik. Menga ham 2,5 ming bering o'zi hisobladingiz. Yo, men. Nimadan? Shalopani olib oling, просто и всё. Gapi Test emas. qancha ekan? Sizga yordam berasiz. O'zi qara, stoykani qara, stoykani. Summa aytdi, Yaxshi summa. bo'lsa yana yopma, bolish kerak. Bunday kutilib Endi. 4,5 ming beraman, ammo menga hozir 2,5 ming biroq qarz berdi. 2 ming bor nalichka. Bunaqalar ko'p qarzga To'rtta to'laydiganlar. berasizmi? Ha, 4 ta beraman, 2,5 ming biroq meni qarz. Bo'ldi, siz nechta beryapsiz? Ertaga sen yo kartaga. Sen nechtalik, nech pulligini aytmayapsan-ku? Ikkamizga to'layman. Yo'q, buni to'lamang. Rubl ham olaverasanmi? Yo'q. Ikkita odam qo'shishingiz kerak. Biz hammamiz ikkita odam qoldik. Men ko'rinaman, hamma zasiba qil bo'ldi. Yo, zasiba bo'lmaydi. Holingizdan qana olasiz? Zasiba xolam borib turib. Hozir qaytaraman. Yana qarayapti menga qarang. Berib qo'ydim. Bola, qiynalma, hamma zasiba to'laversin. Bu onasiga, opasiga to'laydi. To'la bo'ldi. Ha, o'sha sen. Men akam ukamga to'ladim. Ha, hamma Sen menga to'layapti-ku. Yo'q. Ayni qoldi, opasiga berishgandan keyin. Tanımayın de var adı. Men dinopamga bunga men to'layman. Mashina. Ya, ha, Sen ha. menga to'layapsan. Bo'ladi, Men yo'la. Umar opamga, Yulduz opamga, Dilpuz opamga to'layapman. Sizga to'lasa hozir men tushib qolaman hozir. Dilpuz opam o'zini qizga to'laydi. O'ziga to'laydi aka. Yo'q, hozirchi anaqada sen unga, men unga to'lasak hamma qo'shqovoq, to'g'rimi? Zo'rga. Undan ko'ra hamma o'ziga to'ladi. Kelgan mehmonlarni Короче, tanimadim. Nechta odam Все zasiba bo'ldi. spasodnilar. Ayollardan bitta ekan. Manday qilaylik, manday Biz qilaylik. javobsizlar. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ha, sen ben hisoblasang. 21 mingni 8 ga bo'laylik. Bo'ladimi? Yo'q, bu yetar. Ota belki de ozroq. Olunca mana. O'xshamaydi, 21 minglik 8 taga o'xshamaydi. Opa yutkizib qo'yyapmiz hammamiz. Eski sistema yaxshi ketyapti-ku. Boshqa Yo'q. o'ylaydi. Hamma katta odamlar hisoblaydi. Hamma Yo'q. 2625 dan bir kishiga tushyapti. Ikkita ona bor. Hozir Hali Onasi bolalari eplol. Shu ekan, ovqatlanishlar ham. Hammasi zasiba. Nechta gaplar. Hamma pulni olib. Necha pul berganingni bilib olgin Yo'q, hozir. eslolmayman. 2400 siz oz berdingiz. 100 so'm bering yana. O'zingiz hisobladingiz 1250 dan. 3000 ta pul bor edi. Qadi 3000. 3000 dan 110 so'm qoldi, bro. Siz 100 so'm bering, ashimman rashot olaman. Voy, yana beradan ekan. Ha, 100 so'm bering. 3 ming ber. O'zi qo'shdi 50 so'm, men 1200 so'm hisobladim. Ha, 110 so'm mana. Ne oldu? Men 3000 Hamma rezing. Bering. Men rezing kelyapti. Menga rezingga kerakmas o'sha. 700. 400 ga 20700 o'lyapti. Necha pul etmayapti unga? 21300 o'lyapti. Shunda 600 yetmayapti. Ben uyarım koşamam. Главное, mı pul verin. Ne oldu? Biz 250 odadan alsak bo'ldi. Yani kadar. Ya aslında 700 yetmayapti. Vallahi 250. Hozir o'tkazatsin. Bol çalıp Sen nima girme bölgende hamma bersa. Kimdir vermem. Berdilar 100 Ben dan. beni kimdir aldı? Ben sataman da. Ya hozir Yomon emaslar meni qilib qo'ydinglar da Abrar sotib hozir olaman. tushunmayapman, sen 3 taga deyapsan. Men nechtaga berdim ashunda? Biz 6 taga beramizmi? Nima bo'ldi? O'zi 3 taga to'rtta odam Sanashni bilmasang nima? Bu olmaydi. Mana sen nechtaga beryapsan? 2 taga ber. Men bor bu 3000 dan atrofida pulni oldi. Hammasini oldi bundan. Aldamay, Sen nimaga 3 ming 2000 yo'q, 2400 oldi. Qolganini siz Lutfulloga berdingiz. 200 qancha? Lütfullah gelmiş. Şimdi hem niye oturdu? Ay, qani hali qolgan 110. Bilmayman. Yo, bular 4 kishiga 3 To'xtab tur. Yo'q, hozir esingdachi to'g'ri kelmayapti. Sen 3 taga hozir Juda qo'shyapsan. pash pulda oladi. Men nechtaga berdim? Qaysi pulni? Anjomda Nechtaga bo'lyapti? Nima? Ha, uni buvangga aytasan, erta kundan taxsini chaqir. Tam shu chegarada kelayotgan gapirgan. Men kimga Siz to'ladim? bundan o'zingizga to'ladingiz. Sen unda nima men hozir 1200 menga to'lama, men o'zimga. Ha, sen o'zingga akamga Dilopamga to'lading. Ha. Men bu mikamizga. Ha, bu.
Sen köp verdiysen. Bu adamlar Çakırıyor. Dolaşıp durmuyor. 21 ming toplayın. Yüzden köp verdin ha. Özür sabla diyor. Ben hesaplagan 3000 pulum bor edi. Bir işletmedim. 2400 çıkıyor. 600 kaldı. Bunu Şimdi canlamak gidip deb gitti. qo'yibdi. Yo, adaş yap. Ben özüm pulum qo'shmadim hali. Yo'q, hozir mononga Özümün pulum rasm berdim. qarman. Sen 3600 qo'shyapsan. Men senga 1200 otay to'xtatdim. 6600 O'zimni pulim bo'ldi. senga puling yetmayapti hozir. Yo'q. Men senga rubldan o'zimga Yo'q. otay. Biz gapirdik qilamiz. 1250 beringlar bu. Sen bitta narsani tushunmayapsan, Abror. Nima beramiz, shahlo beramiz. Yozib Shu qo'ydim. bo'ldi unda. Endi duoga bora olinglar. Men menda yo'q qoldiringlar. 5 minutda boraman. Qolganiga yedishi bo'lsa, Abror. Menga Ota, hozir sen qo'shma, nechi pul aytsang men Ozgina senga o'ylaning. Qiyda oshibmiz diye. Sanjat, bularga to'plamlar bitta so'z bor aytaymi? Zapis bor Bergan aytdi. Mayli. Menga hozir farq yo'q, nima qilasizlar? to'xta, Abror. Sen menda adashding. Mayli. Hozir nechi pul? Abror akajonim meni bu. Men senga tez so'm beraman. Men rublda so'm beraman senga. Bizda hammamizda rublda. O'zingiz ashi zo'r Ha, ekan. Hadi уже odamlar kelib edi. Sen Tomoshaga kelyapti, nima Set o'chiralikmi? Rubl ham olaman deyapti. Sen Bermaydi. Men internetim ishlamayapti. 1250 sam Abrorga o'tkazib qo'ydim. Kishi boshiga o'sha kadar to'g'ri keldi. Familiyasi qandayli familiyasi? Jaspoz. Sizni baxtingiz bitta odamga berayotganingiz. Sizni baxtingiz bitta odam bermayotganingiz. O'ta baxtli odam. Bu safar ham endi birinchi marta. Bora olinglar. Meni yolg'iz qoldiringlar. Boringlar iltimos. Salobat bilan nimani? Boringlar. Abror akajonim ering ketsin. Bosham orib ketib kulib. Ya, inshaalloh. Amin.